Sport yaxshi ko'raman. Har kuni ertalab uyqudan turib, birinchi qiladigan ishimiz kofeni ichib, sportga borib, sportda bir 2 soat, deyarli 2 soat shug'ullanib, keyin qaytib kelib, bitta ishlarning natijasini ko'rib, keyin qurilish obyektlarimizga borib, keyin yana qilmoqchi bo'lgan rejalarimizni strategiyasini tuzib, shu bilan keyin kun boshlanadi. Keyin patta shu bilan sotuv bo'limi pastda joylashgan. Men brasletlari bor va shu qo'ymadilar menga. Ko'rsatib, oxiri sovg'a ham qo'yardilar menga mana shu sog'lom tarzga qaytaydi, vuppi. Polni o'sha qarab yurar ekanlar, qancha uxlaydilar, to'ydilarmi uyquga, yo'qmi, qancha kaloriya yeyilyapti, gap yo'q. Hozir necha yoshsiz? Yo'lakan? Hozir o'zi 41 yoshdaman, lekin mana ko'rsatadi biologik yoshimni 35 yosh tushiribsiz-da, tarbiya orqali. 9 ko'rsatyapti. Mana 35-9 yosh ko'rsatyapti biologik yoshimizni. To bu sizga 35-9 beryapti prognoz. Organizm shunda deyapti. O'shanga hamma do'stlarimga, akalarim, ukalarimga, hammalariga sizga ham aytaman. Sog'lom inson sog'lom millat zamindir.